Qadrli kuzatuvchilar, biz hozir dengiz sathidan taxminan 3-4 ming metr balandlikdamiz, ya'ni Qamchiq dovonining eng yuqori cho'qqisida turibmiz. Bugun biz aynan ushbu dovonga nima uchun Qamchiq degan nom berilgan degan savolga javob topishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Bilmadim unisini lekin. Siz yashab turgan hududdan shu dovonni ichiga kiradi? Albatta, qiziqib ko'rmagan ekanman to'g'risi. Taxminan yo'qmi? Yo'q. Xaridorlar, vodiyliklar, hattoki estrada yulduzlari Shohruxxon, Ziyoda hammasi mana shu yerdan qurt oladi. Demak, mana shu dovondan o'tuvchilar, ha? Dovondan o'tuvchilar. Dovonni nomi nima deyiladi? Dovonni nomi Qamchiq dovoni. Nimaga aynan Qamchiq deyiladi degan savolga biz javob izlab yuribmiz. Qamchiq dovoni. Bilmayman, lekin Qamchiq dovoni ko'pchilik Perival ham deyadi. Perival yo'li. Men ham shuni hech so'ramagan ekanman. Lekin eskidan biz shu yerda kelgandan beri Qamchiq dovoni deydi. Qamchiq avtoyo'l korxonasida ishlaysiz. Nimaga aynan Qamchiq deyiladi? Qiziq ko'rganmisiz? Qiziq ko'rgan o'sha dovon, Perival, Qamchiq qandaydir ot yo'llar bo'lgan ilgari. O'sha bir holat. Ot yo'llari bo'lgan. Ot yo'llardan keyin Shu bilan bog'liq. shu bilan bog'liq deb bilamiz. Suyun Qorayev ustozimiz o'sha o'zining toponimika kitobida Qamchiq dovoni haqida ma'lumot berganlarida Qamchiq dovonida kam, ya'ni ikkita tog'ni yoki o'sha qirlikni pasaygan joyi ma'nosida ishlatilgan. Qamchiq so'zi Qamchiq sifatida ishlatilishi kerakligi haqida aytib o'tishadi. Xuddi shunday nom bilan o'sha Zomin tumanidagi Sarikam yoki Samarqand viloyatida Darvozakam nomlari nima qilinadi. Yana Nafasov toponimika bo'yicha yetuk mutaxassislardan biri aytishlari bo'yicha Qang so'zi, misol uchun So'qcha so'zdan olingan bo'lib, o'zagi katta tog' degan ma'noni bildiradi. Endi yana xalq nimasida, misol uchun baland tog'li, murakkab relyef xususiyatiga ega bo'lganligi uchun murakkab iqlim sharoitiga ega bo'lganligi uchun Qamchiq ma'nosida ishlatiladi. Yana Qamchiq dovoni o'sha Qamchiq soy nomidan ham atalgan deylar. Qamchiq soyning atalishi qamchi, ya'ni ot, ulovlarga nisbatan ishlatiladigan qamchi nomidan ham kelib chiqqan deb aytiladi. Aniq lug'aviy ma'nosi va etimologik jihatdan, tilshunoslik nuqtai nazaridan yoki toponimik nuqtai nazaridan hali bir to'xtamga kelingani yo'q.